Blin, kartamdan pul yechib ketdi. Voltni olmoqchi edim. Routeringni qo'y. Keyin undan ko'ra xakerlar qanaqa qilib buzganini tushuntirib beraman. Phishing, skimming, zararli dasturlar, ijtimoiy muhandislik degan narsalar bor. Sen shundan bittasini qurbonisan. Yo'q, hech nima tushunmay pulim bering. Bo'ldi, men beraman o'sha pulingni. Keyin undan ko'ra sen xakerlik qilishni o'rgan. Androidda versiya tufayli yuzaga kelgan zaiflikdan foydalanib, bitta telefonga tegib turgan karta ma'lumotlarini boshqa bitta telefon orqali ishlatishimiz mumkin. Ya'ni men senga telefonni beraman, bankomatda oldiga borib, kartani o'rniga joylashtirasan. Borishdan oldin men buni boshingga kiyib ol. Men hozir kartani telefon orqasiga qo'ysam, bu telefonni egzagi bo'lgan joyga ma'lumotlarni jo'natadi. Ya'ni Xursandbek bankomatga qo'yib turgan telefon aslida mana bu karta. Ya'ni jonli efir. Kartadagi pulni o'g'irlash uchun esa karta qo'lingizda 5 soniya bo'lishini o'zi yetadi. Allo, endi nima qilay? Pullarni oldim. Bor tezligi bilan qochishing kerak. O'zing ko'rganingdek, kartani buzish qiyin ish emas. Shuning uchun kartani xavfsiz joyda saqlashing kerak. Tushundim. Endi kartamni ishonch joyiga qo'yaman. Xudo.